Hörmətlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşіңizlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. The Sunday Guardian, yəni yakşəmlik muhafizatçı xəbər turi 20 noyabr günü Beycanның Uyğurlarni sistemlik turda yo'qotishi, kulturel irqiy qirg'inchilik degan temada bir maqola e'lon qilgan. Maqolada tajovuzchi Xitoyning zamonaviylashtiriishni bahona qilib, zamonaviy qurilishlarni insho qilib, Uyg'urlarning kulturi, an'anaviy hayotini yo'qotganligini, ijtimoiy turmushning markazi bo'lgan masjidlar, mozorlar, tarixiy ko'chalar va mahalla maydonlari qatorliq joylarni o'zgartib, davlatlik loyihalash o'lchimini aks ettirgan yangi sirtqi ko'rinishlar bilan zamonaviylashtiriishni ko'rsatayotganligini, yana ba'zilarining qayta qurish yoki bexatarlikni yaxshilashning bir qismi sifatida butunlay chiqib etilganligini, an'anaviy oila uylarining o'rniga ko'p qavatli binolar selinganligini, har bir o'zgarishning kultur xotirasining har qavatini yo'qotib, yangi ko'rinadigan, ammo ularda yashaydigan kishilardan ayrilib qolgandek his qiladigan bo'shliqlarni qoldirganligini, nurg'ulg'an Uyg'ur oilalarining atrofidagi fizikalik o'zgarish keng ko'lamlik yo'qotishni, izchillikning jimjit buzilishini ko'rsatadiganligini, kulturni yo'qotishning faqat binokorlik bilan cheklanib qolmaydiganligini, til va san'at ifodalash shakllarining yo'qotilayotganligini, Uyg'ur kultur hayotini shakllantirgan yozuvchilar, olimlar va san'atkorlarning tutqun qilinib, jimiqtirilganligini va ommaviy o'rinlardan elib tashlanganligini, hatto kundalik odatlarning ta'siriga uchraganligini, nurg'ulg'an Uyg'urlar uchun kulturni yo'qotish faqat qurilmaliklar emas, balki shaxsiy xarakterlik ekanligini, shoirlar, olimlar va jamiyat rahbarlarining yo'qolishining oilaga to'ldira olmaydigan bo'shliqlarni qoldiradiganligini, bolalarning an'anaviy odatlarni o'rganishdan mahrum qoladiganligini, o'zgarishlarning qisqa muddatli kontrol qilishga emas, balki uzun muddatlik o'zgarishga qaratilgan strategiyani oshkorlaganligini, davlat manzirat, til, san'at va ijtimoiy qurilmalarni qayta shakllantirish orqali kimligini o'rganish, ifodalash va xotirlash usulini o'zgartirayotganligini, fizikalik muhit hamda aholining tarixini aks ettirmaydiganligini, kultur odatlarining boshqarish g'oyasiga moslashadiganligini, bir zamonlar bir xalqni tushuntiradigan hikoyalarni yetkazishning ta'sir bo'lib qolganligini, yo'qotishning ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan shaklda amaliylashadiganligini, yangi binolar, yangi qoidalar, yangi odatlarning tinish bir shaklda amaliylashadiganligini, bir xalqning o'tmishining hozirgidan borgan sari yiroqlashib ketganida yuz beradigan narsaning faqat nimaning yo'qolib ketganligini emas, balki oilalarning aslimsida qanchalik narsaning saqlanib qolganligiga bog'liq bo'lishi mumkinligi bayon qilindi. Xitoy Yaponiya bilan Tayvan masalasida kuchayayotgan talash tortishni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga elib berib, o'zini qo'g'damoqchi bo'lgan. Reuters agentligining 22 noyabr kunidagi xabarida aytilishicha, Xitoy Yaponiya bilan kuchayayotgan talash tortishni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga elib berib, Tokioni Tayvan masalasida qurolliq aralashish bilan tahdid solganlik bilan ayblagan va 2 haftalik talash tortishda o'zini qattiq qo'g'daydiganligiga va'da bergan. Yaponiya bosh ministri Sanae Takaichi Xitoyning Tayvanga qilgan hujumi Tokioning harbiy inkosini qo'zg'ishi mumkinligini aytgan va buni xalqaro qonun va diplomatik qoidalarga og'ir xiloflik qilish deb atagan. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchisi Fu Song juma kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterresga xat yozib, agar Yaponiya ikki qirg'oqdagi vaziyatga qurolliq aralashishga jur'at qilsa, bu tajovuzchilik harakati bo'ladi degan. Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasi va xalqaro qonun bo'yicha o'zini qo'g'dash huquqini qat'iy ijro qilmoqchi bo'lgan hamda o'zining egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'daydiganligini bildirgan. Necha yildan buyon eng chong ikki tarafli krizis Beijing demokratik boshqariladigan Tayvanni o'zining zamini deb qaraydi va orolni kontrol qilish uchun kuch ishlatishni rad qilmaydi. Tayvan hukumati Beijingning da'volarini rad qilib, faqat orol aholilarining o'z kelgusini o'zi qaror qila oladiganligini aytadi. Bu eng chong ikki tarafli krizisda yuqori darajali Xitoy katibasining yaqinqi yillardan buyon Yaponiya bosh ministri Takaichiga qilgan eng qattiq tanqidi ekan. O'tgan oyda vazifaga o'tirgan muhofizkor millatchi Takaichi 7 noyabr kuni so'ralgan savollarga javob berganda, Yaponiya zaminidan aran 100 kilometr, ya'ni 60 mil yiroqlikdagi Tayvanga qilingan hujumning Yaponiyaning mavjudligiga tahdid soladigan ahvol deb qaralishi mumkinligini, buning Yaponiya bilan Amerikaning Tayvan masalasida uzundan buyon qo'llanib kelayotgan ikki xil qarashni buzib tashlaganligini aytgan. Bu Yaponiya bosh ministrining tunji qatam bu davlatning harbiy kuchini o'rinlashtirishiga yo'l qo'yadigan qonuniy belgilama ekan.
Takaichining so'zlari diplomatiyadan halqib ketgan talash tortishni qo'zg'agan. Fu Yaponiyadan liniyadan halqishni to'xtatishni talab qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining doimiy a'zosi bo'lgan Xitoy, Tayvan va boshqa rayonlarning Xitoy hukmronligiga qaytarilganligini belgilagan urushdan keyingi ikki xitobnomani qayta ta'kidlab kelgan. Potistan va Qayra xitobnomlari Xitoyning Tayvanga bo'lgan egilik huquqi talabining asosini tashkil qilsa-mu, nurg'ulg'an hukumatlar bularni qonuniy kuchga ega kelishim emas, balki niyat xitobnomasi deb qaraydi ekan. Undan boshqa xitobnomalarga 1949 yili Mao Zedongning kompartiyasi bilan bo'lgan ichki urushda mag'lub bo'lgandan keyin Tayvanga qochib ketgan Xitoy Jumhuriyati hukumati imzo qo'ygan. Tayvan 1971 yilgacha Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi o'rnini saqlab kelgan. Ondan u Xitoy Xalq Jumhuriyatining Beijing hukumatiga o'tkazib berilgan. Tang atmasmı? Hammaga atdi tang, bizlarga atmas ushbu tunlarda. Kun nuri yo'qolgandir ko'zimdan ushbu kunlarda. Siqildim ham bo'g'ildim, chiqmadi jonim aziz tandan. Quloqimga sado keldi, ayrilmayman men sendan. Tenim yurtdur, jinim eldur, aqar suvlar ko'z yoshi. Ağa ini qarindoshdur, g'am kunlarda mung'ashi. Ulug' erlar pido qilgan bu tuproqqa aziz bashi. Qizil qonga bo'yalgandir bu tog'larning qora tashi. Bu tuproqni sug'argandir shahidlarning aziz qoni. O'lib ketguncha bermaydi tenida bo'lsila joni. Vatan ko'ngildir ulus bulbul qo'nib o'ynamoqda har shoxda. Cho'g'indaklar uchib ketsa kulib sayraydi shu chog'da. Umidsiz bo'lma ey xalq, qara baxting ichilmasmi? Qara tunlar ketib boshdan quyosh nuri chechilmasmi? Çalışqanda ko'rarsan ey azizlar obro'y izzat. Abduri Asadullah Shayxzoda. Manba Erkizdi 107-son. 1947 yili 26 noyabr. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.